Keyingi etapda mana Bubble pudra, mana eng yaxshi ko'rgan pudralarimdan. Bu yuz uchun qo'yiladigan pudra emas bizda. Bu pudramizdan maska tayyorlaymiz. Bu yuzimizga quyoshdan tushgan, tug'ruqdan tushgan qanaqadir pigmentatsiyalar bo'ladi-yu, dog'lar. Shu dog'larni yo'qotib berishga xizmat qiladigan Bubble pudra. Bundan maska tayyorlaymiz. Haftada 1 marta yoki 2 marta o'sha yuzimizdagi o'sha dog'larni bartaraf etish uchun ishlatiladigan maska hisoblanadi. Qolaversa, ayollar uchun eng zo'r tomoni buni qizlar, misol uchun intimniy zonalardagi qora ishlarni ham bartaraf etib beradi. Hozir buni obzorni sizlarga qilib beraman. Qanaqa qilib foydalanishlikligini ham o'rgatib beraman sizlarga buni qizlar. O'zim juda ham yaxshi ko'rib ishlataman. Misol uchun ko'pchilik kosmetolog proseduralarga ham borish xohlamasangiz, endi uyda mana shu intimniy zonalaringizda ham bemalol mana shu Bubble orqali, Bubble pudra orqali bartaraf etsangiz bo'ladi muammolaringizni. Dizayn ko'rinishida ham gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham sifat darajasi a'lo qizlar. Mana shunday ochamiz. Ichida mana bunaqa probkasi bo'ladi. Buni hozir sizlar bilan birgalikda ochib olamiz. Mana ko'rdinglar? Zashitasi bo'ladi. Zashitani olib tashlaymiz. Qizlar olib tashlaganimizdan keyin mana upa ko'rinishda bo'ladi. Buni qo'limizdan namlaymiz va qo'limizga kaftimizga ozgina solganimizdan keyin tipa ko'pikka o'xshab turib ko'piradi va shu ko'pikni toza yuzga ko'z atrofini qoldirgan holatda maska sifatida ishlatamiz. Mana bunda qo'yib yopamiz. Qarabsizlarki, mana tayyor. Juda ham zo'r qizlar, tavsiya beraman. Bemalol zakaz uchun hech kimga murojaat qilsanglar, sizlarning muammolaringlarni to'liq o'rgangan holatda programma qilib, chiroyli naborlar qilib beraman. Hammasi koreyskiy mahsulot, Belovit brend ostida ishlab chiqarilgan, NL kompaniyasiga tegishli qizlar.